Tepalarni hammasini sklad qilib tashlagan. Balyasinalar. Mana qanaqa balyasina kerak. Hammasidan bor mana. Tepaga soqillar uchun alohida. Bu soqil uchun. Mana eshik derazalarning tepasi uchun. Narigisi katta ekan, darvozani ustiga qo'ysa bo'lar ekan. Kattaligi bir 3 metr bor indamay. Mana balyasina. Mana shuni olish kerak ekan. Shu zo'r chiqgan. Boshida to'mbachasi bor. O'rtasi mana bunday, keyin beton, yana to'mbachasi bor, katta tomba bor. Bu yana bitta ideya. Oxirida mana katta tomba bor. Buni katta zagorodkalar, uyda orqalariga yoki katta plashatkalarga qilsa bo'ladi. Ustiga keyin bitta sherdimi qo'yib qo'ysa, juda chiroyli bo'ladi. Mana bitta ideya.